Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun men sizlarga neyrosonografiya haqida tushuncha bermoqchi edim. Neyrosonografiya bu chaqaloqlarning bosh miyasini o'zida ko'rikdan o'tkazish. Neyrosonografiya biz uchun nega muhim? Chaqaloqlarimiz uchun. Bola bu bizning kelajagimiz. Demakki, ona qornidagi homilaning infeksiyalar, turli xil infeksiyalar natijasida bosh miyaga ta'sir qilishi natijasida miyaning strukturalarining me'yordan chiqishi, me'yordan chetlanishi kuzatilishi mumkin. Shuning uchun 2 oygacha bo'lgan bolalarni emlashdan oldin nevropatologlarimiz bizga yuborishlari, biz 100% chaqaloqlarni ko'rikdan o'tkazishimiz lozim. Bunda qanday o'zgarishlar ro'yobga keladi? Qon quyilishlarning darajasi 1-chi, 2-chi, 3-chi darajasi, 4-chi darajasi. Buni qanday 4-chi, 3-chi darajasi bo'lsa, doktorlarning o'zlari bilib, unga xulosa chiqarishi mumkin. Lekin 1-chi, 2-chi yengil darajalarda bilish ancha qiyinlik tug'diradi. Shuning uchun o'zi yordamida tashqi, ichki likvor yo'llarining kengayishini, ularning xulosa kistalarini aniqlashimizda o'zi 100% muammoni hal qiladi. Doktor Maqsudova klinikasida sizlarni kutamiz.